Bir kun ochlikdan sillasi qurigan bo'ri cho'pondan ovqat berishini so'radi. Cho'pon unga bir bo'lak non berdi. Nonni yegan bo'ri shunday dedi: "Odamlarning shunday lazzatli yemagi bor ekan, agar biz ham shunday shirin ovqat yeganimizda sizning qo'ylaringizga hujum qilmasdik. Bu qanday tayyorlanadi?" "Bu uzun ish", javob berdi cho'pon. Avval tuproq yumshatiladi, unga ishlov beriladi. "Keyin yeyiladimi?" so'radi bo'ri. "Yo'q, shoshilma. Aytdim-ku, bu uzun vaqtli ish deb. Keyin yerga bug'doy urug'i sepiladi, unib chiqadi, pishadi, yig'ishtirib olinadi. Uni yanchish uchun tegirmonga olib boriladi." "Endi yesa bo'ladimi?" qiziqib so'radi bo'ri. "Yo'q, non yeyish oson ish emas. Avval undan xamir qoriladi, so'ng pishiriladi, keyin yeyiladi." "Oho, bu bunchalik qiyin ish. Uddalay olmayman. Undan ko'ra qo'ylarga hujum qilib qo'ya qolaman."